Birovning hojatini bitkazish, unga yordam berish insoniylik burch ekanini hammamiz bilamiz. Agar u ixlos va savob umidida qilinadigan bo'lsa, gunohlariga kafforat ham ekan. Bu haqida quyidagi hadis-i sharif rivoyat qilingan. Kim musulmon birodarining biror ehtiyoji uchun yursa, Alloh uning o'sha ishdan ajralib qaytgungacha bosgan har bir qadamiga bitta yaxshilik yozadi. Agar uning hojatini bitkazib beradigan bo'lsa, gunohlaridan xuddi onasi tuqqan kundagidek bo'lib chiqadi. Agar bu ishda halok bo'ladigan bo'lsa, vafot qilgan odamga jannatga hisobsiz kirishdan boshqasi bo'lmaydi. Abu Ya'la rivoyati. Demak, birodarimiz, qarindoshimiz, qo'shnimizga yordam berish, amaliy ko'maklashish gunohlarga kafforat ham ekan. Qolaversa bu o'zaro aloqalarni ham mustahkamlaydi, jamiyat barqarorligiga xizmat qiladi.